Ayoli shunday gap gapirib olish kerakki, eri uyga kelganda. Dadasi, siz uyda bo'lsangiz boru, siz uyga kirib kelsangiz, chiroqlarni ham keragi yo'q. Siz uyda bo'lsangiz, hatto uyimizda svet yo'qligini, svet o'chib qolganligi ham bilinmaydi, devorish kerak ayoli. Siz uyga kelsangiz, uyimiz yorishib ketadi deyish kerak. Siz uyda bo'lsangiz, qishda uyimiz issiq bo'ladi. Siz uyda bo'lsangiz, hatto bizga gazni ham keragi yo'q deb olish kerak. Siz kelsangiz, uyimiz nurga to'lib ketadi, uyimiz xursandchilikka to'lib ketadi deyish kerak. Erkak shunaqa holatda kirish kerak-da. Keyin uydagilar ham uni shunaqa kutib oladi. Masalan, oddiy misol, erkak kishi uyga kirayotganda salom berib kiradi.